Hürmetli vatandaş, bugünkü Leksiya vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Leksiyada size qaçırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaq 2024 yıl 7. ayının 3. günü, hürmetli vatandaş. Ete 7. ayı 4 oludu, bugün 7. ayının 3. günü. Yani ete 4. günü bolğanda Amerika Qoşmuş Ştatlarının devlet bayramı, yani müstakillik devlet bayramı tebrikleyimiz. Amerika halkının bayramını tebrikleyimiz. Devlet Meclisi azaları ve Aksaray Prezident Joe Biden hükümetinin əməldarları ve barlıq Amerikalıqны devlet bayramı bilen ata 7. ayının 4. günüdeki devlet bayramı bilen tebrikleyimiz vatandaşlar. Endi bugün sizlerge sözleydiğim bizden vaziyetimiz nima deseniz gündelik tertipte. 2 günden biri sözlep geldik. Mesela Şanghay Axbarat dedigende. Eninde bir 2 cümlede hata ketip kaptı. Bir yerde 3. umumi yığın degende 13. umumi yığın depti, ben bunu keçirenler. İkincisi 1996 yıl 4. ayının 24. günü Şanghay Axbarat ya Şanghay 5 devlet grubu yığını degende. Şanghay'da içildi, onun Xi Jinping katlaştı. Depti, ben bu hatanı keçirenler. Mesela 1996 yıl 4. ayının 24. günü Rusya Prezidenti Yeltsin bilen şu vaxtki Can Zemin açkan yığını vatandaş. Şu vaxtki teşkilleyen teşkilat, halkara teşkilattan. Endi bugün keleyli bu Şanghay Axbarat, Şanghay 5 kişilik grup hazır, 6-7 kişilik grup qaylandı. Tünügenki yığında Kazakistan Astana'da açılgan yığında Belarusiyani elip kiripti bu teşkilatın içine. Ondan ben tünügen sizlerge Prezident Vladimir Putin bu yığın katnışamda kandak dep sual koygandım. Prezident Vladimir Putin kelip Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın yığınıga katnışıptı Kazakistan'da, Astana'da. Biroq Hindistan'ın veziri Modi teklif kılınğan iken Modi katnaşmaptı. Ornuğa Tashqi ishlar ministri Jashankarni avatibdi. Bunun sebebi 7. ayının 8. günü Modi Moskvani ziyorat qildi ki vatandaşı. Moskva bilan Hindistan'ın münasebeti izchil oldi, yaxshi bo'lib keldi. Mesela Ukrayna meselesi Hindistan Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'e nima dedi? Uçuk geplerini ben azg'acha anlap bakmadım. Bilen demekçi boğunun Modi undaq Moskvaga pat kelip turadigan işi yok idi bunun. Hindistan'ın endi bu devletlararo iş endi. Muşu kundu tuyuqsizlik 7. ayının 8. günü Modi Moskvani ziyorat qiladi degan gap shu tufayli Moskvani ziyorat qiladigan bo'lganligi uchun bu qatim Şanghay Axbarat, Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'na yığınga kelmepti. Bu doğru üzerine başkalar baş tahlil qildi, onu koyup turaylı. Muşunda sebepler Prezident Vladimir Putin geldi Astana'ga. Reis Xi Jinping hemmadan buraya yetip olgan gap hazır hesapta. Başka devletlerden birer terim Astana kelip yığın katnışımız deyişten avval Reis Xi Jinping hemmadan burun berip yetip kelgen gap. Şundaqla Reis Xi Jinping'in bir parça makalesi Kazakistan'da gazet ve jurnallarda ilan kılınıptı. Kazakistan Cumhuriyeti hamkarlık adamı deyilipti. İkincisi, ondan keyin Prezident Toqayev'nin cevaben qaytırgan inkası da mesela Reis Xi Jinping dana rehber depti. Reis Xi Jinping ilmi ve bilimlik siyasiyon depti. Ondan Reis Xi Jinping'ni seliştirip deryada ekim buludu, halka dahi buludu. Reis Xi Jinping ana şundaq dahi depti, medi depti. Yani bunun da birden dikili olmaydı, buna da kusur tapılı olmaydı vatandaş. Bu iki devletin münasebeti de, bu Kazakistan bilen Cumhuriyet oturusu buluvatkan münasebetka. Yani münasebet deryanda iki devlet rehberi görüşkende elbette birden biri. Şimdi maktaydığa iş mi buludu vatandaş?
Бірақ sen bir qamlaşmagan bir tərəfə bu qatım Qazaqstandan sen Cüngonun qızıl bayrağını aeroportqala assan buludu. Aeroportda reis Xi Jinping'ni qarşı ağanda Qazaqstanның bayrağı bilan Cüngonun qızıl bayrağını көтәрсәң buludu. Bu diplomatiyada bir tərtib. Бірақ sen Qazaqstan bu qatım Cüngonun qızıl bayrağını Qazaqstanda şəhər işi Astana. Qazaqstanның başqa joylarida qanday qildi uni hukmi bo'lmaydi. Astana şəhər işi Purala, ahalla, oltiraqlashqa rayonlarga Cüngonun qızıl bayrağını esiveliş degan söz bu biraz Qazaq xalqiga qilingan hurmatsizlik bo'lib qoldi. Qazaq xalqi qilingan hurmatsizlik bo'lib qoldi. Shuning uchun bu tanqidlashni bir nima demaymiz. Buni ular bizdan tashdan tashqari turib bir baho berayotgan odamlar qanday gap endi. Qazaqstan Cüngonun qızıl bayrağını astı degan gap ko'chalarga qanday gap degan gap vatandaş shu savolni qo'ydi. Bu yerda anda Qozog'istonning fuqarolarini Amerika ovozining muxbiri, masalan Helsinkida Finlandiya turishliq muxbiri shu yerga kelganmi yoki qaysi yo'lda Qozog'istonning fuqarolarini ziyorat qilgan ekan. Bu fuqarolarning ichida bir nafar Qozog'istonlik shunday debdiki, hozir Cüngo Qozog'iston munosabati intayin yaxshi debdi. Chunki Qozog'istonda kundalik iste'mol buyumlari asosan degidek 90% mal bisat 90% iste'mol buyumlarining hammasi Cüngoda ishlanadi va Cüngodan Qozog'istonga bozorga elib kelinadi debdi. Bundan biraz ben bize hayran kaldım. 34 yıl, 35 yıl oldu. Qozog'iston müstakil bo'lg'ili vatandaş. Şu ağırlıkta mesela kundalik iste'mol buyumlar deganda asosli yemek içmek bilan kiyim kechak bilan qaritilgan bo'ladi. Kundalik iste'mol buyumlari kiyim kechakni ishlab chiqarish uchun Qozog'iston o'zini ta'minligidek bir yenik sanoat asosini barpo qilanmadimi deb savol qo'yishga to'g'ri keldi. Kundalik turmush buyumlari uchunmi Cüngoning sanoati, Cüngoning ishlab chiqarishiga, Cüngoning tovarlariga Qozog'iston hojatman bo'lib qoldimi deyishga to'g'ri keladi vatandaş. Bu yomon og'ir ish bo'ladi-da. 2022-yil 1-oyning 5-kuni Qozog'iston yoshlari bular men dedim-ku ishchilar. Bu qatim nefet, gaz, tabiiy gaz ve ham nefet sohasidagi Qozog'iston ishchilari qo'zg'alib namoyish qildi. Shu vaqtida Qozog'istonlik bir hamshira dediki, bizga sanoatning yana bir nimadan keragi yo'q. Biz Qozoq o'zimizning turmush shakli bo'yicha yashavrimiz dedi. Mana bu Cüngodak davlatlarga, masalan, O'rta Osiyoga singib kirmoqchi bo'layotgan Cüngodak davlatlarga berilgan javob degan edi. Bugun yana shunday bir nafar Qozog'istonlik grajdan shunday debdiki, Helsinki turishliq Amerika ovozi radiosining muxbiriga bergan javobida Qozog'iston uni deymiz, buni deymiz, nima deymiz, biz odatdagi puhra. Biroq shu narsa bizdan esimizdeki, bizdan oldimizdeki biri o tarafta Cüngo ajdahordi. Biri bu tarafta Rossiya. Eyiq. Birondi yo'l boshqa o'xshatib ekan bu kishi. Men Eyiq. Ruslarning laqami Eyiq-ku. Eyiq bu ikki cho'ng davlat turgan yerda. Qozog'iston ikki davlatning o'rtasida qistonchilikda yoki ikki davlatning besim ostida yashayotgan Qozog'istonga biz ortiq talab qo'ya olmaymiz debdi bir Qozog'istonlik fuqaro. Mana bu katta gap vatandosh. Men tunugillatin masalan Rossiyaning kim ekanligini, masalan Xitoyning kim ekanligini, Qozog'istonning prezidenti qozoq ziyolisi Prezident To'qayev bilmasmi deganimda bir jumla unutib qolibman. Prezident To'qayevmi nihoyatda sungaklik xarakteri bor prezident ekanligini men o'tganda bir jumla so'zdan bilgan edim. Arliqda
Rossiyada u kishi hatta sobiq prezident Medvedev deganlarni o'tirg'i chiqib, Qozoq xalqini, Qozoq jamhuriyatini tanqidladi yoki masxara qildi degandek o'tirg'i chiqqan vaqtida, shu vaqtida prezident To'qayev 2 jumla, 3 jumlada ortiq emas. Altın Orda xandallığı devrida Qozoqlarning oynagan roli ve Qozoqlarning Altın Orda xandallığı tutgan o'rni to'g'risida 2 og'iz gap qilib, Rossiyalik millatchilarga javob bergan edi vatandosh. Rossiyalik millatchilarga javob bergan edi. Hozir Qozoq qarindoshimiz, masalan, Qozog'istonlik bir pufraning o tarafda Rossiya, bu tarafda Jungo degan so'zini yana bir qatam solishtirish to'g'ri kelsa vatandoshim, endi buni nima deymiz ayni vaqtda Uyg'urning diniy va siyosat doisi Abdulaziz Mahsum 57-yili 1957-yili 10-oylardami millatchilik qarashtirayotgan harakatlarni sinab beqish uchunmi yoki nimadan o turmaga abadiy nazarband qilingan odamni 57-yili bir qatim turmadan qo'yib turib Xitoy Uyg'ur jamiyatini sinab boqmoqchi bo'lgan edi vatandoshim. Shu vaqtida Abdulaziz Mahsum rahmatli ham shundoq xuddi Qozog'istonlik qarindosh apandi Grajdan aytgandek, Rossiya bilan Junguni 2 endi buni eg'izdan chiqamaydi-mu, 2 xil bir xil o'xshashga elib, shundoq uyga yo'qlab kelganlar, uydan yo'qlab chiqqanlarni hammasi shu odamlar shu o'tirdi mengib o'tadigan, shu o'tirdi mengib chiqadigan bu shundoq bir selishtirmish shaklda bir shakl tayyorlagan ekan to'q. Bugun men uni ikkinchi bo'lib, mana Qozog'istonlik Grajdandan angladim. O tarafda Xitoy, bu tarafda Rus, biz shu o'tirda qilayotgan odamlar. Biz shu o'tirib yashayotgan Qozog'iston debdi, buni bilan ketdi vatandosh. Endi bu yerda gap nima desangiz, yig'ishtirib aytgan bugun so'z demoqchi bo'lganimiz sizga. Prezident Vladimir Putin Ostonaga keldi. Rais Xi Jinping Jungo'dan Ostonaga keldi. Bular buningdan 1,5 ay burun, to'g'ri 1,5 ay burun, masalan 5-oyning 16-kuni Prezident Vladimir Putin Beijing keldi, Beijingda uchrashdi vatandoshlar. Beijingda uchrashdi, 1,5 aydan keyin endi Ostonada uchrashdi deydi. Bugun yozilgan xabarda, masalan Amerika ovozining xabarida nima debdi desangiz, bir xabarda bir jumla so'zni ishiltibdi vatandosh, uni nima debdi desa, Shanxay hamkorlik tashkiloti Rossiya bilan Junguni ittifoqdoshlik darajasiga ko'tarib, nihoyatda keng doiralik cho'ng davlatlar siyosatida bir kuchga aylantirishi mumkin. Bu xabarning mavzusi nima anlayapsan? Shanxay hamkorlik tashkiloti yuqori darajaliklar yig'inida huquq o'yini o'ynaldi. Xi Jinpingning siyosat saxtipazligi va prezident Vladimir Putinning strategik vositasi. Mavzuli xabar 7-oyning 3-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi vatandosh. Shu jumlaga endi diqqat qildiring. Shanxay hamkorlik tashkiloti Rossiya bilan Junguni ittifoqdoshlikning yuqori darajasiga ko'tarib, nihoyatda keng doiralik cho'ng davlatlar siyosatida, masalan, ishki davlatga munosabatlik yana boshqa cho'ng davlatlar o'rtasidagi siyosatda bir kuchga aylantirishi mumkin. Shanxay hamkorlik tashkiloti Rossiya bilan Junguni bir kuchga aylantirishi mumkin. Masalaga yaqinda so'zildim qachon vatandosh. Bu yil ochilgan 7 davlat guruhining yig'ini Italiyada ochildi. Italiyada ochilgan 7 davlat guruhining yig'ini
qaratmalikqa ega bo'lganda Rus bilan Xitoy munosabatiga qaratildi. Siyosatni va kuchni markazlashtirishdan aytganda 7 davlat guruhining yig'inining kuchi va markazlashishi Jungo Rossiya munosabatiga qaratildi. Buni azganda kaynidilla NATO ham Rossiya bilan Jungoning munosabatiga diqqat qilganligini. To'g'risida kotib NATO'nun katibi Breitenberg mi? Şu kishi o'tirdi, o'zining fikrini bayon qildi. Demak, NATO bilan 7 davlat guruhining ko'z qarashi bir masalaga markazlashdi. Rossiya, Jungo munosabati. Bu munosabatning konkretlik darajasi nima? Bu munosabatning kelgusi taraqqiyoti nima? Onun tahlil qilgani yo'q. Bu cho'ng davlatlar o'tirish yig'in, bu bir prinsipdan qaraydi. Men shunga sizga shuni deymanki, vatandosh, 7 davlat guruhi va NATO bu qatim tunugin Rossiya Jungo munosabatiga diqqat qilayotganligini bildirib turganda, bu xabarda tilga ilingan masalan, naydi keng ko'lamlik cho'ng davlatlar siyosatida Shanxay hamkorlik tashkiloti Rossiya bilan Jungo munosabatini yuqori darajaga ko'tarish mumkin degan bu so'z aqadigan so'z emas. Bu hukm putirab tura oladigan hukm emas. Hukm emas. Chunki bugun G'arb dunyosi va NATO ham 7 davlat guruhi Rossiya Jungo munosabati tig'mi-tig' qarishtirib kelayotgan shundaq bir paytda bu jumla aqmaydi. Endi bu qatim men sizga shuni aytayki, Jungo bilan Rossiya o'tirisida so'zlashadigan masala nima degan mushu mavzu bo'yicha 5-oyning 16-kuni Beijingda bu so'zlandi, tugidi. Bir tugish tugildi. Bir nuqta jamlandi yoki bir fikrga kelindi. Endi prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping o'tirisida so'zlashadigan ikkinchi bir masala yo'q. Bu Shanxay hamkorlik tashkiloti bu degan odatga bir ish. Tugidi bu qatim yana bularning Ostonada Qozog'istonda uchrashganligi balki 5-oyning 16-kuni Beijingda kelingan xulosa xarakterlik diplomatik faoliyatni texnik kuchaytirish va shuning texnik chingtirish bo'libmi bu yerda Jungo hukumati yana Rossiyadan fikr elish, yana Rossiyadan madad tilash, yana Rossiyaning yordamiga tayinish mushu orliqda yuz beradigan voqealar. Oldimizda yuz berish mumkin bo'lgan voqealar. Mushularni sizlarning saminglarga solsam, bularning ko'rishga vaqti bu yil 5-oyning 16-kuni hurmatli vatandosh, to'g'ri bir oydan keyin 6-oyning 18-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining vakillar umiki 7 nafar Hindistonning shimolidagi o'lkis Dharamsalaga berib Dalay Lama bilan ko'rishdi. Uningdan 6 kun burun, ya'ni 6-oyning 12-kuni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi ma'qulida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi. Bir oy ichida bo'lgan, bir oy ichidagi ish. Bir oy ichida bo'lib o'tdi mush ishlar vatandosh. Shuningdan aytamizki, biz bu ishlar hargiz tasodifiy ishlar emas. Hargiz tasodifiy ishlar emas. Bir davlatlar, ikki davlat o'tirib qo'yiblar, so'zlashiblar o'rnidan turib ketadigan ish emas vatandoshim. Intayin nozuk, intayin inchik ishlar. Endi siz qarab turing, men boshnim dedim, Shanxay hamkorlik tashkilotiga yig'inga kelmagan Hindistonning vaziri Modi ayni chog'da 6-oyning 19-kuni yangi Dehlida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi xonim Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Mike McConnell bilan jami 7 nafar vakil bilan qo'l elishib bir ko'rishdi
Bu odatdan tashqari bir xabar deb men sizga aytdim vatandosh. Shundaqmi ya? Davlatlararo munosabatda, parlamentlararo borda keldi munosabatda bular boshqa gap. Biroq bu qatimqisi yana boshqa gap. Favqulodda bir ish deyli. Endi mushuninga munosabatli holda bugun Modi 7-oyning 8-kuni Moskvaga bordi. Davron vatandoshim. Shunaq davasiniz bo'layli berdi. Hozirgi diplomatik munosabatlar degan shu. Bu 19-18 asrdagi munosabatlar qoldi. Hozir dunyo bunda bir tutash rahbarlik, bir tutash ta'sir ko'rsatish va bir tutash yetaklash momenti vaziyati ichida turganda Amerika bir harakatni qiladi demak, buni boshqa davlatlar mas qadamda bejirishi, mas qadamda ijro qilishi, birlikda bartaraf qilishi, masalalarni birlikda bartaraf qilishi, xuddi 7 davlat guruhidek, xuddi NATO a'zo bo'lgan 30 necha davlatdek dunyo, mana shu ramkaning ichidagi dunyo vatan. Shuningdek, bu qatim Astanada Reis Xi Jinping bilan Vladimir Putin ko'rishdi. 5-oyning 16-kunida Beijingda so'zlangan so'zlarni qayta takrorlab, qayta mustahkamladi. Maqsad faqat mana shu. Endilikda 6-oyning 18-kuni Dalai Lama'ning Tibetning masalasini junga o'tirishga masalasini hal qilish harakati yoki hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga asosan buningga shu vaqt nima dedik? Bir leksiyada men sizga so'zladim. Hozir Tibet masalasini hal qilishda Amerika bilan Hindiston birlashib bir taraf qiladigan bo'ldi degan xabarni to'rbeti keldi. Men sizga so'zlab berdim vatandoshim. Mushlarning doirasiga keling vatandosh. Shanxay hamkorlik tashkiloti kim qatnashadi, kim chiqdi u bu ishlar. Ayrim ishlar vatandosh. O'sha davlatlar mayli 30 olsun, mayli 9 olsun birlashib qarishtirayotgan bir millat Uyg'urga qarishtirdi. Uyg'urlar dedi qo'tinigan ideologiyalik uyg'onishiga qarishtirdi. Mana shu gap. Uning yig'ini qanday bo'lishi, qanday bo'lmasi u yerda qalil bo'lsin. Bugungi vaziyatimizdan aytsak, mana bu yerda yangi gap Modining Moskvani ziyorat qilishi, Reis Xi Jinpingning Ostonaga kelishi, Prezident Vladimir Putinning Ostonaga mushundaq kunda oldirab turgan Ostonaga kelishi mana shu darajada bo'ldi vatandosh. Shunday maqsadlar, shunday diplomatik aloqalar ichida yuz berdi vatandosh. Endilikda hozir bugun hisoblab o'tiryapman men 23-kuni Dalai Lama New Yorkga Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib keldi. Bugun hisobda 10 kun bo'ldi vatandosh. 10 kun bo'ldi hozirga jimjim. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqinda Dalai Lama to'g'risi, Tibet to'g'risida zada qanday siyosat belgilaydi va qanday o'tirg'i chiqadi. Buni sizmi kutyapsiz? Men kutyapman, hurmatli vatandosh. Yana andan eliqi bugun matgalik Tibet to'g'ri so'zlayman degan edim. Bugun tayyorlab bo'ldim. 2 narsa to'g'ri duch kelib qoldi. Biri Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bayrami. Buning bir abzas, bir varaqdek bir narsa tayyorlagan edim. Yani qisqartib bugun bu leksiyani ishga qo'shib o'tdim vatandosh. Sababi sizlarni eliqi abstrakt so'zlar bilan zeriktirib qo'ymay dedim. Ikkinchisi 7-oyning 5-kuni Uyg'urning 2009-yil 7-oyning 5-kuni Uyg'urning Urumchi shahrida ko'tarilgan namoyish. Uni xotirlash uchun tayyorlagan yana bir varaq leksiyam bor, uni so'zlamadim. Yani vaqtida ko'raylik, shunlashqa bugun masalan eliqi nima to'g'ri degan to'q Dalai Lama'ning Buyuk Tibet siyosati va uning yana boshqa biz bilmayotgan bir taraflari to'g'risida bir yo'chin oldi sizlarga so'zlayman degan edim. Balki buni yana oldimizdagi bir ish ichida men sizlarga tayyorlab so'zlayman vatandosh.